Assalomu alaykum, hurmatli Akfa Vodiy kanali obunachilari. Bugungi bo'lgan ustanovka ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yozyovon tumani Paxtakor qishlog'idamiz. Bu yerga biz oldi ayvon vitrajini o'rnatib berganmiz. Oynalari kalyonli oynadan bo'lgan. 10 talik profilimiz oq profildan foydalanganmiz. Qisqacha ko'rsatib o'taman, ko'rishingiz mumkin. Bu nimamizda bitta ochilish bo'ladi, keyingisi bitta ochilish. Keyin bitta ikki qanotli eshigimiz. Oynalarimiz zavod o'zini eksportlardan foydalanganmiz. Aylantirib penalarni sepib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Xohlasa foydalanishga tayyor holda. Zamoylari, oddiy sher zamoydan foydalanganmiz. Juda ham chiroyli oshilyapti. Xohlasa ichkaridan ham ko'rsatib o'taman. Xo'sh. Bu joyimiz zinni oshxonaga moslangan. Akamiz oshxona qilyapti ekan, bu yerga shunaqa qilib oldini oynadan chiroyli qilib to'sib bering degani uchun chiroyli qilib to'sib berdik. Mana. Xudo xolasa foydalanishga tayyor holatda ichkarida ishlari qolgan ekan. Ochilib yopilishlari mana juda ham chiroyli holatda. Bu yer o'zi uy bog'chasi ekan. Aynalarimiz shu 10 tali oynadan foydalanganmiz. 1 santimetrli kalyonli oyna bo'ladi. Sinmaydigan, sinsa ham birovga shikast yetkazilmaydi. Xavfli emas. Sinib ketgan taqdirda ham mashinaning oynasiga o'xshab chachilib ketadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Akfa Vodiy uz kanalimizga bog'lanishlarini so'raymiz. Pastda telefon nomerlari qoldiramiz. Shu joyimiz ko'rib turganlaringdek mana shu holatga kelib o'rnashi 12 million so'mga kelib tushgan oq profilda. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Pastda telefon nomerlari qoldiramiz. WhatsApp, YouTube, Instagram, Telegram, Imo hamma prilojenelar mavjud. Hammasidan aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Uzr so'rayman, anchadan beri video chiqarganim yo'q edi. Shuning uchun ozgina gapirishda to'lanib qolyapman. Qandaydir hayajon bo'lyaptimi, bilmadim. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xolasa chiroyli qilib qo'ldan kelgancha xizmatinglardamiz. Qadrdonlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammaga omad ishlariga.